Hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan Avtobusbegim hamda kanal admin Shuhrat. Mana bugun Sergeli mashina bozoridamiz. Yaxshi Sparklar narxini sizlar bilan video davomida ko'rib borishga harakat qilamiz. Kamtarona mehnatimizni qo'llab-quvvatlagan holda videoga like bosib, kommentariy yozib, albatta kanalga obuna bo'lish esingizdan chiqmaydi degan umiddaman. Kanal rivoji uchun o'zingizlarning hissalarini qo'shmoqchi bo'lsangiz, ixtiyoriy ravishda pastda karta nomerlarini qoldiraman. Demak, biz videoni boshladik. Okey, bizda navbatdagi Spark mashinasi. Mashinamizdan ishlab chiqarilgan yil 2014-yilda ishlab chiqarilgan. Probeglariga keladigan bo'lsak, probegi 336 ming dizel. 336 ming yurgan halol mashinamizdan salon holatlarini ko'rishingiz mumkin. Chexollari bor, poliklari bor, mexanika korobka. Bu birinchi paytda konditsionerlari yo'q. Salon orqa holatlarini ham bir sizlarga ko'rsatamiz. Salon orqa holatlari ham yaxshi holatda turibdi. Eslatib o'tamiz, mashinamiz faqat benzinda yurgan. Agar videoda yaxshi ko'rmayotgan bo'lsangiz, o'zingizlarga bemalol ko'rib olsangiz bo'ladi. Balonlarga keladigan bo'lsak, balon holatlari ham yaxshi holatda turibdi. Krugon bitta ko'rsatamiz. Kraskasiga keladigan bo'lsak, 2-3 ta detalida bor deyaptilar, lekin suyaklari but-butunagan mashinamizni. Oke, bu narxi so'rayotganingiz qancha? 5000 so'rayapman. 5000 so'rayaptilar. 4800 qilib beraman deyaptilar. Taqalgani mana motorning atseklarini ham bir sir o'zingizlar ko'rib olsanglar bo'ladi. Xo'p. Gendavingiz bormi? Gendavingiz faqat oformleni. Nomeringizni aytib olasizmi? 99 lik 371 2750. Kelar bizda navbatdagi Spark mashinasi. Mashinamizdan ishlab chiqarilgan yil 2014-yilda ishlab chiqarilgan. Probeglariga keladigan bo'lsa 233 ming yurgani halol. Mashinamizdan salon holatlarini ko'rsatamiz. Chexollari bor, poliklari bor, mexanika korobka, konditsionerlari yo'q ekan mashinamizdan. Bu birinchi paytsi ekan aka. Birinchi paytsi Mersurlarni taqib qo'ygan ekanlar akamiz. Mashinamizdan metan gazlarigacha bor. O'zlari uchun akkuratni qarab hadab yurgan ekanlar akamiz. Salon orqa holatlarini ham ko'rsatamiz. Agar videoda yaxshi ko'rmayotgan bo'lsa, o'zingizlar kelib bemalol ko'rib olsanglar bo'ladi. Balonlarga keladigan bo'lsak, balon holatlari ham yengidek bo'lib turibdi. Xo'p, ko'rasizlar, metan gazlari bor, kolonkalarni qo'yib qo'yganlar akamiz. Xo'p, kraskasi ikkita joyda bor deyaptilar, kapot kriloda deyaptilar, tez monitorlarni ko'rdinglar. Xo'p, endi mashinamizni tan narxiga keladigan bo'lsak, aka buni narxini qancha deyapsiz? So'rayotganingiz qancha? 5200 so'raymiz. 5200 so'raysiz. Avtobusbegim nomidan chiqsa, chiroyli qilib skidkalarni qilib berasiz, xudo xolasa. Gendavingiz bormi? Yo'q. Gendavingiz faqat oformleni. Nomeringiz? 93lik. 93lik 574 93. Ismingiz? Ma'mur aka. Mashinamizni kimga ma'qul kelgan bo'lsa, akalar bemalol telefon qilib baraka qilsanglar bo'ladi. Bosinglar. Bizda navbatdagi Spark mashinasi. Mashinamizdan ishlab chiqarilgan 2013-yilda ishlab chiqarilgan. Ikkinchi paytda mashinamizda salon holatlarini bir sir ko'rsatamiz. Salon holatlarini ko'rishingiz mumkin. Chexollari bor, poliklari bor, mexanika korobka, konditsionerlarigacha bor. Mashinamizdan metan gazlarigacha bor. Mana rullardan ham taqib qo'ygan ekanlar akamiz. Kraskasiga keladigan bo'lsa, kraskasi 30% kraskasi bor deyaptilar. Salon orqa holatlarini ham ko'rsatamiz. Agar videoda yaxshi ko'rmayotgan bo'lsa, tag'in o'zingizlarga bemalol ko'rib olsanglar bo'ladi. Xo'p, balonlarga keladigan bo'lsak, balon holatlari ham yaxshi holatda turibdi. Yerda metan gazlari bor. Xo'p. Probegiga keladigan bo'lsak, probegi qancha dedingiz? 272 ming kilometr masofani bosib o'tgan akalar. Hop, endi mashinamizdan tan narxiga keladigan bo'lsak, so'rayotganingiz, qilib beradiganingiz 5000 so'raysiz. Avtobusbegim nomidan chiqsa, chiroyli qilib skidkalarni qilib berasiz, xudo xolasa. Gendavingiz bor? Genam beramiz deyaptilar akamiz. Nomerlariga keladigan bo'lsak, nomerlari 95 lik 157 33 43. Ismingiz? Husan aka. Mashinamizni kimga ma'qul kelgan bo'lsa, bemalol telefon qilib baraka qilsanglar bo'ladi akalar. Bosinglar. Spark avtomat korobka so'ragan akalarimiz uchun maxsus 2017-yilda ishlab chiqarilgan 280 ming yurgan Spark mashinasini topib qo'ydim akalar. Mashinamizning salon holatlarini bir sizlarga ko'rsatamiz. Chexollari yo'q, poliklari bor, korobka avtomat, konditsionerlarigacha bor. Hop, mashinamizning metan gazlari yo'q, faqat benzinda yurgan mashina ekan. Salon orqa holatlarini ham bir sizlarga ko'rsatamiz. Salon orqa holatlari ham yaxshi holatda turibdi. Balonlarga keladigan bo'lsak, balonlari ham yengidek bo'lib turibdi. Protektorlarini ko'rishingiz mumkin. Protektorlari ham idealni bo'lib turibdi akalar. Hop. Kraskasiga keladigan bo'lsak, kraskasi qayerda bor aka? Necha foiz? Kapot qopqog'ining ustida bor ekan, ichiga o'tmagan deyaptilar. Hop, narxcha. So'rayotganingiz. Yarim bo'lsa beraman. Qancha? 6,5 bo'lsa berib yuboraman deyaptilar. Gendavingiz bormi? Gendavingiz yo'q, faqat oformleni ekan. Hop.
Mashinangizni kimga ma'qul kelgan bo'lsa, bemalol telefon qilib baraka qilsanglar bo'ladi. Nomeringiz aka? Nomerlari 94 885 0053. Agar mashinangizni kimga ma'qul kelgan bo'lsa, bemalol telefon qilib baraka qilsanglar bo'ladi. Bosinglar. Kelar bizda navbatdagi Spark mashinasi. Mashinamizdan ishlab chiqarilgan 2013-yilda ishlab chiqarilgan, probeglariga keladigan bo'lsa 280 ming. Mashinamiz ikkinchi paytsi. Mashinamizdan salon holatlarini ko'rishingiz mumkin. Chexollari bor, poliklari bor, mexanika korobka, konditsionerlarigacha bor akalar. Mashinamizning metan gazlarigacha bor. Xudo xolisa salon orqa holatlarini ham bir sira ko'rsatib beramiz. Salon orqa holatlari ham yaxshi holatda turibdi. Va korpolikligigacha ham tashab qo'yganlar akamiz. Balonlarini ko'rsatib beramiz. Balonlari ham yengidek bo'lib turibdi akalar. Endi kraskasiga keladigan bo'lsa, kraskasi kapot bilan kriloda bor deyaptilar. U ham adashmasam pitno. Sepilgan. Kapotga sepilgan, seriozniy udar bo'lmagan. Yo'q, ishi o'tmagan. Xo'p, mashinamizdan tannarxiga keladigan bo'lsa, akamiz 5000 so'rayaptilar. Avtobus begim nomidan chiqsa, chiroyli skidkalarni qilib beraman deyaptilar. Gendayingiz ham bor-a? Bor. Gendayingiz ham qilib beramiz deyaptilar. Gazlari bor. Gazlari 3 paketli metan gazlarigacha bor ekan. Nomerlariga keladigan bo'lsa, 97lik 772 49 09. Ismlari? Madiyor aka. Mashinangizni kimga ma'qul kelgan bo'lsa, bemalol telefon qilib baraka qilsanglar bo'ladi, lekin men bitta narsaga ahamiyat berdim. Spark narxi qimillab qopti akalar. To'g'ri tushunasizlar? Bosinglar. Yaxshiroq Spark mashinasini so'ragan akalarimiz bo'ladigan bo'lsa, avtomat korobka 2020-yilda ishlab chiqarilgan Spark mashinasini topib qo'ydim akalar. Mashinamizning salon holatlarini ko'rishingiz mumkin. Chexollari bor, poliklari bor, avtomat korobka, konditsioner hamma narsasi bor. Probegiga keladigan bo'lsa, 86 ming kilometr masofani bosib o'tgan. Mana bu yerda rulning yonida pultlarigacha bor. Mashinamiz faqat benzinda yurgan akalar. Mashinamizning salon orqa holatlarini ham bir sizga ko'rsatib beramiz. Salon orqa holatlari ham yaxshi holatda turibdi akalar. Olasizlar, mazza qilib bemalol haydasanglar bo'ladi. Xo'p, balon holatlarini ham ko'rishingiz mumkin. Balonlari ham ideal bo'lib turibdi. Mashinamizning kraskasiga keladigan bo'lsa, kraskasi faqat bu yoq kriloni uchdi qirilganiga sepilgan deyaptilar akamiz. Mashinamizdan tannarxiga keladigan bo'lsa, 8600 AQSh dollar so'rayaptilar akamiz. Avtobus begim nomidan sizga chiroyli qilib skidkalarni qilib beraman deyaptilar. Cheris bank ham chiqadi aka. Cheris bank ham chiqadi. Cheris bank ham avtokredit qilib bemalol chiqarib olsanglar bo'ladi. Nomer sizniki? Nomerlariga keladigan bo'lsa, 93lik 444 66 06. Mashinangizni kimga ma'qul kelgan bo'lsa, bemalol telefon qilib baraka qilsanglar bo'ladi akalar. Bosinglar. Hop, akalar bizda navbatdagi Spark mashinasi. Mashinamizdan ishlab chiqarilgan 2011-yilda ishlab chiqarilgan, probeglariga keladigan bo'lsa 240 ming yurgan deyapti akalarimiz. Salon holatlarini ko'rsatib beramiz. Chexollari bor, poliklari bor, mexanika korobka, konditsionerlarigacha bor. Kraskasiga keladigan bo'lsa, kraskasi o't bo'tida bor deyaptilar. Gazi bor-a? Mashinamizning metan gazlari. Hozir ko'rsatib beramiz. Salon orqa holatlarini ham ko'rishingiz mumkin. Salon orqa holatlari ham yaxshi holatda turibdi. Adashmasa faqat benzinda yurgan mashina aka. Faqat benzinda yurgan bir qo'l mashina ekan akalar. Narxchi aka? 4400 bo'lsa berib yuboraman deyaptilar. Nomer? 77lik 413 1919. Xullas, mashinangiz kimga ma'qul kelgan bo'lsa, bemalol telefon qilib baraka qilsanglar bo'ladi. Balonlarni ko'rsatishni nasib qilibdi. Balonlar ham o'rtacha holatda turibdi akalar. Bosinglar. Qadrdonlarim, mana bugungi videolarimiz ham o'z nihoyasiga yetib boryapti. Videomiz oxirida nima deymiz? Oltin boshinglar omon bo'lsin, musofirdagi akalarimiz har doim Allohning panohida bo'linglar. Bundan ham yaxshi mashina xarid qilib, qadrdonlarga podarka qilish hammalarimizga nasib qilsin. Demak, kanal rivoji uchun hissalarini qo'shmoqchi bo'lsangiz, shu gap. Pastda karta nomer, ixtiyoriy ravishda albatta keyingi videolarda qanaqa mashinalar olib chiqinglar, albatta kommentariyada yozib qoldiringlar. Hammaga xayr, joninglar sog' bo'lsin. Xullas, akalar, men sizlar uchun qo'ldan kelgancha mashinalarni ko'rsatishga harakat qildim. To'g'risini aytsam, ko'p mashinalarning egasi sal qaysarlik qilishdi, объявление qo'yishga qarshilik qilishdi. Endi maksimallik harakat qildim. Ko'chada 45 gradusdan oshiq issiq bo'lyapti. Men to'g'ri tushunasizlar degan umiddaman. Demak, bosinglar. To'g'ri, mashina bu safar kam bo'lib qoldi. Keyingi safar endi qo'ldan kelgancha ko'paytirishga harakat qilamiz akalar. Men to'g'ri tushunasizlar degan umiddaman.